O'g'lim, yoshing 5 ga to'ldi. Endi bu soskani emib yursang bor, uyat bo'ladi. O'shaning uchun endi bu so'ska bilan xayrlashamiz. Xayr, so'ska. Soska! Bu rahmatli menga ham shaqtikalarni so'skani tashlab olgan ekan. Mo'g'im bor, ber bo'lmasin. Voy, so'skani qara, bobo yopishyapti. Ana endi точно soska demaydi. Hamma narsa qilib ko'ribsizlar, foydasi bo'lmabdi. Bo'lsa bog'ga tashiymiz, katta bo'lganda uyalganidan tashlab yuboradi. Hozir men bitta dori yozib berdim, mana mashina olishinglar kerak. Lekin faqat shuni olinglar, bo'ptimi? Aptekachilar boshqa dorini ko'rsatadi, uni olmanglar, faqat shuni olinglar, chunki do'gorim bor. Voy, shu desangiz o'rgili qizingizni so'rab, o'g'lim bilan birga suvchilikka kelgandik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lingiz nima ish qiladilar? O'g'lim biznesmen, yaxshi pul topadi. Hamma do'konlarga shunaqa grinki, flint kireshkilarini yangi osh ta'mlisini olib kiradi. Ta'mi ham juda ham mazali. Faqat necha yildan beri kurashib yurgan bitta kamchiligi bor. Voy o'li, narkomanmi? Massa.